Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Bugun sizlar bilan she'riy san'atlar haqida gaplashamiz. Qani boshlaylik. She'riy san'atlar 10-sinf darsligining birinchi qismida berilgan, faqat muammo shundaki, ba'zi bir she'riy san'atlar yetarlicha sharhlab berilmagan. Bugun sizlar bilan har bitta she'riy san'at ustida alohida to'xtalamiz. Faqat demak mashhur va ko'p qo'llangan she'riy san'atlar haqida biroz kamroq uchraydiganlari, she'riyatda odatda kamroq qo'llanadiganlari haqida batafsilroq to'xtalishga harakat qilamiz. Demak, biz gaplashadigan birinchi she'riy san'at bu tashbih. Tashbih bu o'xshatish san'ati. Uni farqlab olish boshqa san'atlarni farqlashga qaraganda nisbatan osonroq. Chunki unda hamisha deyarli vosita ishlatiladi. Dek, kabi, go'yo, yanglig', bo'yla kabi o'xshatish so'zlari ishlatiladi va bu so'zlar qo'llanildimi, demak, bilingki, bu misrada demak tashbih she'riy san'ati qo'llanilgan. Va bitta misolni ko'rib chiqamiz. Ul sanam kim suv yoqasida paritek o'ltirur, g'oyati nozikligudun suv bilan yutsa bo'lur. Birinchi misrada agar yaxshilab tinglagan bo'lsangiz, suv yoqasida paritek o'ltirur deyilgan. Paridek ya'ni ul sanam suv yoqasida xuddi paridek o'ltiribdi. Uning nozikligidan hattoki uni demak suv bilan yutib yuborsa ham bo'ladi degan ma'no anglashilyapti bu yerda. Va qiz pariga o'xshatilyapti. Tushunib turganingizdek, tashbih juda ham oson she'riy san'at. U faqat o'xshatishga asoslangan. Keyingi she'riy san'at bu istiyora. Istiyora birmuncha qiyinroq she'riy san'atlar sirasiga kiradi. Uni farqlab olish biroz muammo tug'dirishi mumkin, lekin uni tubdan tushunib olsangiz, bu muammoni ham bartaraf eta olasiz. Xususan, istiyora she'riy san'atiga beriladigan eng tushunarli ta'rif bu. Tashbih san'atida demak dek, yanglig', go'yo kabi so'zlar ishlatilsa, istiyora bundan butunlay xoli. U nimagadir o'xshatmaydi, shunchaki o'sha o'xshatilayotgan narsani to'g'ridan to'g'ri demak she'riy kontekstda beradi. Yana ham fikrimni tushunarliroq ifodalash uchun misol bilan keltiraman fikrimni. Mening qo'lim yetmagan yulduz, tushlarimda seni ko'rgaymen. Mana bu misrani demak tahlil qilsak, yulduzdek qiz emas, balki yulduzdek murojaat qilyapti qizga. Mening qo'lim yetmagan yulduzdek qiz emas, mening qo'lim yetmagan yulduz. Yoki ikkinchi misol, ul oy o'tliq yuzin ochsa navoiy tegmasin dek ko'z. Demak, ul oy yuzli yor demayapti Navoiy. Ul oy o'tliq yuzin ochsa. Siz nimagadir o'xshatayotgan bo'lsangiz, deylik, oyni patirga o'xshatayotgan bo'lsangiz, deylik, yana nimanidir, masalan, deylik, doirani quyoshga o'xshatayotgan bo'lsangiz, deylik, siz demak ayni o'sha o'xshatilayotgan narsa bilan birga berib qo'ya qolasiz. She'riy san'atlarda ko'pincha qizlarga ta'rif beriladi, uni qaddi qomati sarfga o'xshatiladi. Shundan misol qilib olish ham mumkin. Demak, uning sarviga ko'z tegmasin deydi. Sardek qaddi qomatiga demaydi-da, demak sarviga ko'z tegmasin. Shunchaki o'xshatilayotgan narsani to'g'ridan to'g'ri she'rda qo'llaydi va bu istiyora she'riy san'ati uchun asos bo'ladi. Keyingi she'riy san'at bu tazod. Tazod ham juda ham ajratib olish oson bo'lgan she'riy san'atlar sirasiga kiradi. Tazod asosan demak bir-biriga zid ma'noli so'zlar asosida quriladi. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Bu yerda demak vafo va jafo so'zlari o'zaro zid ma'nolikni hosil qilgan. Yoki lutfu karamingni sen agar mendan ayasang, javustaming menga lutfu karamdir ey do'st. Bu misrada demak lutfu karam, javustam so'zlari bir-biriga zid ma'noli so'zlar vazifasini bajargan va bu she'riy misralarda tazod san'atini yuzaga keltirgan. Keyingi she'riy san'at ham nihoyatda oson she'riy san'atlardan biri bu talmih. Talmih demak she'riy misrada buyuk insonlarning ismlarini keltirish yoki mashhur doston qahramonlarining ismlarini keltirish san'ati. Masalan, ko'nglidir oshiqda-yu lav ko'tarab nafsu havo, tilsa zillat xanjari bag'rini Luqmon istamasi. Luqmon bu demak tarixda o'tgan buyuk hakimning ismi va she'riy misrada uning ismi keltirilishi orqali talmih san'ati yuzaga kelyapti.
ko'p o'qirdim vomiqu farhodu majnun qissasin, o'z ishimdan bul ajabroq dostonay topmadim misrasida vomiq, farhod, majnun ismlarini keltirish orqali demak talmih san'ati yuzaga keltirilyapti. Talmih demak buyuk shaxslarni yoki doston qahramonlarini, asar qahramonlarini ismini she'riy misralarga keltirish. Va yana bir e'tiborli jihatini sizlarga eslatib o'tishim lozim. She'rda demak matla va maqta qismlari bo'ladi. Maqta bu ya'ni g'azalning, she'rning eng oxirgi bandi, bayti. Unda shoir o'z taxallusini qo'llaydi va bu talmihga olinmaydi. Talmih bo'lishi uchun shoir o'z taxallusini emas, boshqa biror shoirning ismini keltirishi, aynan maqtada emas, boshqa baytlarda ham bo'lishi mumkin bu holat. Aytmoqchimanki, maqtada shoirning o'z taxallusini keltirilishi bu talmihga misol bo'lmaydi. Keyingi she'riy san'at bu tajohul orif she'riy san'ati. Bu san'at bilib turib bilmaslikka olish, ritorik so'roq gapning demak she'riyatdagi ko'rinishi. Misol uchun, mengiz yo ravza rizvonmidir bu, og'iz yo g'uncha xandonmidir bu. Ya'ni oshiq yorning og'ziga qarab, bu og'iz yoki g'unchami degan tanlovni ikkalasining o'rtasida qolyapti va lirik qahramon sifatida shu so'roqni beryapti. Aslida shoir biladi u yorning og'zi ekanligini, gul emasligini juda yaxshi biladi, lekin bu yerdagi badiiy tasvirni, badiiy demak ta'sirchanlikni oshirish uchun u shu so'roqni beradi. Nahot shuncha mas'um, shuncha pok, sevishmoqda alam bor shuncha. Bu misrada ham bilib turib, ya'ni javobi aniq bo'lgan savolni she'riy kontekstda beryapti shoir. Xullas, tajohul orif ritorik so'roq gapning badiiy adabiyotdagi ko'rinishi. Shoir aslida biladi javobini o'sha berayotgan savolni, lekin buni misralarning ta'sirchanligini oshirish uchun baribir kitobxon uchun taqdim qiladi. Yoki bu chamasi 10 yillar oldin yo 5 yillar oldin taxminan mashhur bo'lib ketgan o'sha hit taronada ham yangragan qizmi bu kiyikmi bu ham tajohul orif san'atiga bir misol bo'lishi mumkin. Sababi lirik qahramon biladi u qizligini, lekin ta'sirchanlikni oshirish uchun qizmi bu kiyikmi bu deb murojaat qilingan. Bu qanchalik kulgili bo'lmasin, baribir she'riy san'atlarning aynan tajohul orif turiga kiradi. Keyingi she'riy san'at ham biroz topilishida muammo tug'ilishi mumkin bo'lgan husn talil san'ati. Husn talil nima? Bu san'at demak fikrni bu jarayonga umuman aloqasi yo'q narsa bilan shoirona dalillash. Masalan, xum iqbolini yashirmoq uchun toj zeri quloqdir kokil. Buni kundalik tarzimizdagi tilga o'girsam, yorning demak husnini yashirish uchun uning toji bu uning kokili deydi shoir. Aslida toj bu demak zodagonlik belgisi sifatida taqiladigan demak predmet yoki umuman buyum. Lekin bu yerda aytilyaptiki, kokil aynan shu toj o'rnida taqilganki, yorning demak husnini yashirish uchun. Yoki yana bir aniqroq misolga to'xtalamiz. Labingdan chun suchuklik qand o'g'irlar, solurlar el ana suvga yalang'och. Bu baytni demak sharhlab beradigan bo'lsam, labingdan shirin ta'mni qand o'g'irlab ketgani uchun uni jazolash maqsadida, ya'ni shunday jazo bo'lgan qadimda biror bir gunohga yoki jinoyatga qo'l urgan jinoyatchini demak kiyimsiz yalang'och holatda suvga solishgan. Bu yerda aytayaptiki, qand seni labingdan shirinlikni o'g'irlagani uchun ham xalq uni suvga yalang'och soladi degan shoirona dalillash bilan demak qandni shirinligini yorning labini demak shirinligiga qiyoslaydi. Yoki yana bir shu husn talil san'atiga misol sifatida aytishimiz mumkin. Lutfiy qalamiga mansub bir bayt. Unda aytiladiki, demak soching va beling ingichkalikda musobaqa bog'lashdi, musobaqa o'ynashdi va shuning orqasidan soching yutqazdi belingga, demak beling sochingdan ham ingichkaroq ekan. Soch mag'lubiyatga chidolmay belingdan quyiga tushdi va o'z o'rnini bilib belingdan quyida turadi degan misol bilan aytibdi.
aslida sochning beldan quyi turishi buni uzunligidan darak beradi. Bunga umuman aloqasi yo'q, lekin shoir shunaqa shoirona dalillaydi va g'azalning badiiy kuchini oshiradi. Yoki yana bir bunga misol sifatida aytishimiz mumkin. Lola sening go'zalligingdan uyalgani uchun gulzor ichida emas, balki tog' toshlarni manzuru makon aylabdir degan misolda ham shoir aynan shunday shoirona dalillashga qo'l urgan. Keyingi gaplashadigan she'riy san'atimiz bu tajnis. Tajnis shakldoshlikka asoslangan, demak she'riy san'at hisoblanadi. Unda shakldosh so'zlar qo'llaniladi. Bu she'riy san'at ham unchalik muammo tug'diradi deb o'ylamayman sizlar uchun. Misol uchun, bo'ying sarvu sanobardek beling qil, vafo qilgan kishilarga vafo qil. Demak, ko'rib turganingizdek, ikkala misrada ham qil so'zi ishtirok etgan. Faqat birinchi misrada u soch tolasi, ya'ni ingichkalik ma'nosini berish uchun ishlatilgan. Keyingi misrada esa bu fe'l ma'nosida kelyapti. Vafo qilgan kishilarga vafo qil. Ya'ni bu qo'shma fe'l, vafo qilmoq fe'li. Ko'rib turganingizdek, qil ikkita misrada shakldoshlikni hosil qilgan. Yoki yana bir misolni ko'ramiz. Charx kajraftor enidin yozamen, chiqmadim hijron qishidin yozamen. Birinchi qatorda yozamen, ya'ni shikoyat qilaman ma'nosida kelayotgan bo'lsa, ikkinchi misrada yoz fasliga men hali beri chiqmadim degan ma'noda, demak shakldosh so'zlar qo'llanilgan. Keyingi she'riy san'atni ko'rib chiqamiz. Bu ta'did. Ta'did ham biroz abituriyentlar uchun, o'quvchilar uchun tushunarsizlik tug'dirishi mumkin bo'lgan she'riy san'atlardan biri. Xo'sh, ta'did nima? Ta'did she'rda darajama-daraja ta'sir mahoratini oshirish yoki ohang ketma-ketligiga rioya qilish. Masalan, dardga to'lding, g'amga to'lding, telba bo'lding, ishq dardini so'rsang hargiz darmoni yo'q. Demak, ta'did she'riy san'atida asosan kesimlik shakllari, umuman yoki shakli bir xil so'zlar ketma-ket ishlatiladi, uyushq bo'laklar qo'llaniladi. Shu orqali ta'didni ajratib olishingiz mumkin. Bu yerda ham birinchi misrada demak, dardga to'lding, g'amga to'lding, telba bo'lding so'zlari ketma-ket ishlatilishi ta'did san'atini yuzaga keltirgan. Yana bir misolni ko'rib chiqamiz. O'qib lutfi mungluq niyoznomasini savobu olqishu 100 ming duo kerak bo'lsa. Savobu olqishu. Demak, ikkita demak uyushq bo'lak sanash ohangi orqali aytilyapti va bu o'z-o'zidan ta'did she'riy san'atini yuzaga keltiryapti. Keyingi she'riy san'atni ko'rib chiqamiz. Bu tanosub. Tanosub bir-biriga ma'nodosh so'zlarni qo'llash she'riy misralarda. Demak, olma yanog'ing ko'rgach men bandi nechuk o'lmay, bodom ko'zi fitna, pista dahani nozik. Ko'ryapsiz, ikkita misrada uchta mevaning ma'nosi keltiryapti. Birinchisi olma, keyingisi bodom, keyingisi pista. Yoki inson a'zolaridan yanoq, ko'z, dahan so'zlari ishlatilyapti. Bu ham demak ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlar. Ko'pchilik abituriyentlarda bir xato tushuncha shakllanib qolgan bo'lishi mumkin. Men aksariyat hollarda shuni kuzatganman. Tanosub she'riy san'ati aynan ma'nodosh so'z bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Yo'q, tanosub aynan bir-biriga butunlay ma'nodosh bo'lishi, ya'ni tun, kecha so'zlariga o'xshab yoki baland, ulkan so'zlarga o'xshab aynan ma'nodosh bo'lishi shart emas. Bu yerda demak ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lishini o'zi yetarli tanosub san'atini yuzaga keltirish uchun. Yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Zulfing cherikka jamol mulkin, oldi ko'zing ittifoqi birla. Demak, soching lashkari yuzingning saltanatini ko'zing ittifoqi bilan birga egallab oldi deyapti. Buni nasriy tadbir bilan amalga oshiradigan bo'lsak, bu yerda demak zulf soch ma'nosini ifodalagan. Xo'p, ana endi bu yerda tanosub san'atini qaysi so'zlar yuzaga keltirgan? Cherik va mulk so'zlari. Cherik bu demak lashkar, armiya ma'nosida kelyapti va mulk so'zi bu saltanat, davlat ma'nosida qo'llangan. Keyingi she'riy san'atlarimiz bir muncha oson bo'lgani uchun ularga qisqacha ta'rif berib qo'ya qolaman. Bu tasdir san'ati. Tasdir bu birinchi misraning boshida kelgan so'z, ikkinchi misraning oxirida kelishi. Tasbih esa birinchi misraning oxirida kelgan so'z, demak, ikkinchi misraning boshida kelishi. Keyingi she'riy san'atlarga o'tamiz. Bu tardi aks. Tardi aks ikkita misrada qo'llanayotgan so'zlarni
o'rin almashib qo'llanishi. Misol uchun, majmui davoni dard qildi, dardingki menga davo bo'libdi. Eshitganingizdek, davo va dard so'zlari ikkala misrada o'rin almashib keldi. Birinchi misrada davo so'zi birinchi, dard so'zi ikkinchi kelayotgandi. Ikkinchi misrada dard so'zi birinchi, davo so'zi ikkinchi keldi. Xuddi shunaqa tardiyak sanatida yonma-yon kelgan so'zlar ikkinchi misrada o'zaro o'rin almashadi. Yana bir misol: menga dushvor erur sensiz tirilmoq, senga men bo'lmasam ey jon ne g'amdir. Demak, menga sensiz so'zlari va sen men so'zlari o'rin almashib qo'llanishdi ikkita misrada. Keyingi sanat bu nido sanati. Nido demak undalmani ishlatish she'riy sanat, she'riy misralarda to'g'rirog'i. Buni osonga ajratib olishingiz uchun she'riy misrada undalma bormi, yo'qmi, shunga e'tibor bersangiz bas. Nido demak undalmani she'riyatdagi ko'rinishi desa ham bo'ladi. Misol uchun, ey bodi sabo, ayla Xurosonga guzar. Shoir o'zining ichida o'tayotgan nozik kechinmalari orqali shamolga murojaat qilyapti. Ey bodi sabo, ayla Xurosonga guzar. Yoki yana bir misol: sensiz bu jahon ayshi alamdur menga ey do'st, shodlig'i ham mehnatur g'amdur menga ey do'st. Shoir do'stga murojaat qilyapti va bor hissiyotlarini unga ochiq oshkora namoyon qilmoqda. Bu nido san'atini yuzaga keltirgan do'stga murojaat qilishi. Va oxirgi she'riy san'at bu darsliklarda berilmagan, lekin ba'zi paytlarda DTM savollarida uchrab qolyapti. Shu uchun bu muammoni bartaraf qilish uchun sizlarga tarsiya san'ati haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Tarsiya san'atining ma'nosi ipga marjon terish degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, bu she'riy san'at qanaqa xarakterli jihatga ega? Bu she'riy san'atda birinchi va ikkinchi misralar butunlay bir-biri bilan ohangdosh bo'ladi. Misol uchun, yod etmas emish kishini g'urbatda kishi, shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'rib turganingizdek, ikkita misrada bir nechta o'zaro qofiyadosh so'zlar ikki misraning o'zaro ohangdoshligini ta'minlab bergan. Ya'ni ikkala misra ham butunligicha bir-biriga ohangdosh. Yana bir misol: qamar yuzingdan bo'lur munavvar, shakar so'zingdan kelur mukarrar. Bu holatda ham demak, ikkala misrada ham o'zaro qofiyadosh so'zlar ko'p. Masalan, qamar, shakar, yuzingdan, so'zingdan bo'lur, kelur, munavvar, mukarrar so'zlar. Ya'ni barcha so'zlar bir-biri bilan qofiyalanmoqda va bu demak tarsiya san'atini yuzaga keltirgan. Xo'p, bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan she'riy san'atlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni qiziqtirgan yo o'zingizni qiynagan savollar va muammoli holatlar bo'yicha izohlarni yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Boshqa abituriyent do'stlaringizga ham kanalimizni tavsiya qiling. Biz siz uchun foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.